Assalomu alaykum azizlarim, xayrli kun. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Biz darslarni boshlab oldik. Kechagi qal'ani o'zi gapirganimga direktim portladi. Sekin astalik bilan xudo xolisi yana chunvolasizlar. Bir kunga o'sha tekinga olishinglar mumkin-da. Bir kun tekin ishlatib ko'rib, keyin o'sha xudo xolisi yoqsa sotib olishinglar ham mumkin. Shunaqa bizda ish jarayoni, protsess sizlarga ko'rsatay. Qizlarimiz mana mustaqil bichishni o'rganishyapti. Bu yerda o'rganishadi, uyda, yana onlayn kursimni ko'rib o'rganishadi. Har tomonlama xudo xolisi mana o'qib, o'rganib ketishadi. O'quvchilarimiz yerliga o'tirib olishgan, menga o'xshab. Yaxshi ko'raman mana yerni. Yerda o'tirib bichishyapti mana hammada. Bugun mavzu shim. Bu yerdagi opalarim hammaniga bichishyapti. Bu yerdagi qizlar juda ham sizlarga protsess qiziq. Yana olasizmi? Men yozdirilmoqchiman deb Qirg'izistondan o'shdan yozishyapti. Yo'q, olmaymiz, уже qozon yopiq. Ha, opa? Endi ololmaymiz yarim yo'ldan. Shunaqa. Mana qizlarimiz xursand bo'lib bichishyapti. Qilsin Ana, sog' bo'ling. Bu uchun necha oy oldin tayyorlandik biza yozilish uchun. Necha oy oldin kuzatdik, Yurdik. Bu oy bu kurslar ochilishligini. Allohga oson ekanda, biz uchun Allohga oson ekan. Men hali qachon boraman, qachon o'qiyman deb o'ylanuvdim-da. Allohga oson ekan. 2-3 oy o'tmadimi, o'rtada уже men shu yerdaman, qizlar shu yerda. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Ana avvaldan yozdirilishi kerak azizlarim. Keyin xafa bo'lib qolasizlar mendan. Xudo xolisa endi sentyabrdan ochish niyatimiz bor. Xudo xolisa sog' bo'linglar, charchamanglar.